Odam hayotida bir qatim tug'ildi ekan, 100 qatim o'ladi ekan. Eng oxirgi qatim o'lganda boshqalarni yig'ildi ekan. Oldidagi 99 qatimda o'zi yig'laydi. Men degan so'zlaydigan mazmun bek muhim bo'lsa o'tkazib o'tmay, mush filmni bir ko'rpagan bo'lsanglar. Men Jurat Obulqosim. Men mush ayol to'g'riliq so'zlamoqchi. Bu ayol yo'ldishidan vaqtsiz ayrılib ikki bolasini o'zi yolg'iz beqib turmush degan o'choqda qattiq to'lanyapti. Atrofdagilarning har xil zarbalarga bardoshlik berib tishini tishlab yashayapti. To'g'ri, men shu varaq qog'ozga yozib oldim. Demakchi bo'lgan mazmunni men yozmasam, balkim mush maykamni ta'tir kiygandagidek har xil so'zlarni qilishim mumkin. Shuning uchun mushni yezilib so'zlay eng yaxshisi. Adamdek gap qilay deb mushu filmni tortyapman. Gapimning oxirini anglanglar. Atrofdagilar har xil zarbalarga bardoshlik berib tishini tishlab yashayapti. Yo'lda jon uzgan bu zamindan kelayotgan seg'inishning idiga chiday olmay boshqa yurtlardan musofir bo'lib ko'zlarini yashlayapti. Bu ayol dal mening yaqin do'stim, ya'ni bizning qahramonimiz Abdurahmon Ablikimning ayoli Aynur xonim. Mush 8-20 yilning oldida men bir qatim sarang bo'lib bir yig'lagan, do'stimni uzatqili kelganlarning hammasini tillab turib yig'lagan. Ey, ha qasam, mening do'stim 10 koy pul yo'q, yanida uyiga bir 10 koylik say go'sht akramay degan holatda hech qaysing sen nada demagantinglar. Endi bu vaqtida tezroq apirib buni ko'mib etaylik deb kelishdingmi, haqasing deb Tanrıga jar silib vaqirab yig'ilgan men. Chidamay, balkim osh xalqning ichida menmi bor, balkim emas menmi bor. Biz shunda tash yurak bo'lib ketdikmi? Bir qahramonning shunchalik qiyinchiliklarni beshini o'tkazib oxir ish ochig'i yutib bu dunyodan ketishiga sababchi bo'ldik. Balki menga o'xshash yarmas do'stlar bo'lganligidan shunday bo'lgan bo'lishi mumkin. Nur xonim hozir Guangzhou shahrida o'zining 2 farzandini bizning qahramonimiz bizga tashlab qo'ygan, bizga ishni tashlab qo'ygan 2 qizini yaxshiroq turmushga erishtirish uchun Guangzhouning pipalarida, ko'chalarida qor qaltiga silingan kiyim-kechaklarni 2 qo'lda ko'tarib, peshonasida terlarini oqqizib, u yoq bu yoqqa menib, kechini kunduzga ulab, to'r so'z qilib etibdi. Men xalqqa shuni demoqchi bo'lganim, yana bir qatim mehribon qo'linglarni sunib, mushu yaqin do'stim bizning qahramonimizning ayolining do'yin nomerini men pastga aytib qo'ydim. Bir qo'shib, bir yurak berib, fikr rayoniga g'ayrat qiling. Qaysar ana deb qo'llab qo'yishinglarni chin ko'nglimda umid qilman. Bo'lsa, mushu filmni ko'rgan do'stlarning mushu diyorimizdagi cho'ng vanxonlarga, aktiv energiyalik film tarqatayotgan vanxonlarga ayt qilib, ashlarning mushu bizning palvonimizning ayolga bir madad berib, bo'lsa bir film chiqarib, kar xalq ammasining qaytadan bir mehr shafqatini ularga yetkazishini chin ko'nglimda umid qilman. Rahmat sizlarga. Rahmat.